Assalomu alaykum. Barchangizni O'zbekiston sport majmuasiga taklif etamiz. Yana birozdan so'ng Osiyo chempionati saralashi doirasidan o'rin olgan bo'ladi. Oxirigacha kurashuvchanlik bilan harakat qilish borasida kelishib oladi. Ammo Tojikiston kecha Turkmaniston kabi bugun o'ziga xos shijoati bilan o'yin ko'rsatishiga 13-azamat Davlat Keldiyev, 14-chi Nuriget Vanov va Qirg'iziston terma jamoasi hisobda oldinga chiqib olyapti. Tezkor gol kiritildi. Ketma-ket Tojikiston terma jamoasi a'zolari hujumga o'tdi. Buni kuzatib borayotgandik. Birgina urinish bilan mana bunday tarzda burchakdan to'p yetkazib berilgandan keyin tojikistonliklar raqiblar darvozasiga to'p kiritishga muvaffaq bo'ldi. Mamatzela Xoldoshev uchrashuvdagi birinchi olgan. Qolganlar zaxiradan tushdi. Rabijon Rabiyevdan xato. Qirg'izistonliklardan keskin hujum, hisob 2-0. Baribir tajriba borasida Qirg'iziston terma jamoasi kuchli ekanligi ko'zga tashlanadi. Ular raqiblar darvozasiga ikkinchi marta ham yo'l topishga muvaffaq bo'lishdi. Golni ko'ring. Qarshi hujum edi. Gol Merlan Oldiboyev hisobiga yozildi. Bor. Saralash o'yinlariga hozir xavfli vaziyat. 1-1 zarba 3-0. Bunday vaziyatni yo'qqa chiqarmaydi qirg'izistonlik o'yinchilar. Jamoa sardori Merlan Oldiboyev raqib darvozasiga to'p kiritib hisobda 3-0 ko'rinishiga keltirdi. Time-out oldi Tojikiston terma jamoasi ustozi, to'g'ri qildi. Hujumga berilib ketish oqibatida mana qarshi hujumda 3-golni ham o'tkazib yuboryapti. 1-1 kirib borgandan keyin darvozabonning yonidan to'pni o'tganda to'pni oldirib qo'yishdi. Faxriddin Ne'matov, Idris Yorov, Sobirov to'pni boy berdi, zarba To'rinov. Bitta taymda To'rinov endi bu yirik hisob. Zaldaqa. Bu safar endi yozib qo'yamiz. Denisbek Amanbekulu gol urdi. Amanbekulu bugungi uchrashuvda himoyada juda ham yaxshi taassurot qoldirayotgandi. O'zi hujumchi, lekin Tojikiston birinchi Rabijon Rabiyev, Faxriddin Ne'matov boy berdi to'pni. 5-gol. Mana bunday tarzda kiritildi. 0-5. Bitta taym uchun ko'p. Hali 1 daqiqa bor. Bundan ham iriklashib ketishi mumkin hisob. Ijroga e'tibor bering. Mana qadam. Qanday nozik harakat. Chiroyli gol. Kuchli zarbadan ko'ra katta futbolda ko'proq bo'ladi, bunaqa bo'ladi. Futzalda kamroq bo'ladi. 14-chi Nurliget Vanov. Terma jamoa bosh murabbiyi va hisob qisqardi. Tojikiston terma jamoasi a'zolari ikkinchi taymni muvaffaqiyatli boshlashyapti. O'yinga qiziqish qaytdi. Menimcha mana shu gol yetishmayotganda ularga muvaffaqiyatli yakunlar. Ajoyib hujum. Mana bu 9-raqam egasi juda ham yaxshi harakat qildi. Ikkita himoyachi qarshisida, lekin sherigiga to'pni qanday a'lo darajada yetkazib beryapti. Natijada hozir Xolid Sobir juda yuqori darajada o'tadi. Eronda futzal maktablari bor. Qirg'iziston terma jamoasi hisobni yana yiriklashtiryapti. Bu safar raqib darvozasiga Damir Isotov gol uryapti va golni sheriklari bilan mana bunday tarzda nishonlayapti. Hali yosh albatta, 20 yoshli, 19 yoshli yigitlar. Birinchi katta musobaqasi ularning. To'g'ri, ayrimlari milliy terma jamoada ham o'ynaydi qirg'izistonliklar safida. Barcha uchun rasmiy maqomda o'tayotgan saralash o'yinlari bu birinchisi. Bir qadam yetmadi menimcha. Ne'matov yaxshi urdi.
bong yangradi. O'yin tugadi. Futzal bo'yicha poytaxtimizda bo'lib o'tayotgan Osiyo chempionati saralash o'yinlari 2-kunga